Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. 2026 yilda pensiya, ish staji, sug'urta badallari va pensiya jamg'armasiga taalluqli tartiblarda aholining ko'pchiligiga ta'sir qiladigan o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Eng xavflisi shundaki, odamlar ko'pincha pul yo'qotishni bilmay qoladi. Hujjatni vaqtida topshirmaydi, arizani kechiktiradi, ish stajini oldindan tekshirtirmaydi. Keyin esa pensiya miqdori kam chiqadi yoki to'lov bir necha oyga kechikadi. Men bu videoda aynan 3 ta muhim sanani tushuntiraman. Bu sanalarni o'tkazib yubormaslik kerak. Chunki ayrim hollarda bir kunlik kechikish ham pensiya tayinlanish sanasiga, qayta hisob-kitobga yoki qo'shimcha to'lov olish imkoniyatiga ta'sir qilishi mumkin. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, yaqin orada pensiyaga chiqadigan odam bo'lsa, norasmiy ishlagan davri bor inson bo'lsa yoki chet elda ishlab qaytgan qarindoshingiz bo'lsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat umumiy gaplarni emas, amalda nima qilish kerakligini, qayerga murojaat qilishni, qanday hujjatlarni yig'ishni va qanday xatolardan ehtiyot bo'lishni birma-bir aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi mavzularni o'z vaqtida bilish ko'p odamning pulini va asabini saqlab qoladi. Avval odamlar pensiya masalasini ko'pincha oxirgi oyda eslardi. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 75 yoshga yaqinlashganda endi pensiya jamg'armasiga boraman, hujjat topshiraman deb o'ylardi. Ko'pchilik mehnat daftarchasi bo'lsa, hammasi joyida deb hisoblagan. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Pensiya tayinlashda faqat mehnat daftarchasidagi yozuv emas, elektron bazadagi ma'lumotlar, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar, shaxsiy hisob, ish stajining tasdiqlangan davrlari. Ba'zan arxiv ma'lumotlari ham katta rol o'ynaydi. Oldin biror korxonada ishlaganingiz mehnat daftarchasida yozilgan bo'lsa, ko'p hollarda shu asos bo'lib xizmat qilardi. Hozir esa ayrim davrlar bo'yicha qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshidagi korxonalar, yopilib ketgan tashkilotlar, nomi o'zgargan muassasalar, fermer xo'jaliklari, xususiy firmalar va norasmiy ishlangan davrlar bo'yicha muammo ko'p uchraydi. 2026 yilning asosiy o'zgarishlari nimada? Eng muhim yo'nalish shuki, pensiya tizimi tobora ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanadi. Ya'ni sizning ish haqingiz, stajingiz, badal to'lovlaringiz, imtiyozli davrlaringiz va arizalaringiz raqamli bazalarda to'g'ri aks etishi kerak. Agar bazada xato bo'lsa, u xato o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Uni oldindan ko'rib to'g'rilatish kerak. Men odamlar orasida eng ko'p uchraydigan xatoni ko'raman. Davlat o'zi biladi, vaqtida hisoblab beradi deb kutishadi. Aslida esa sizning ma'lumotingiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, hujjatingiz arxivda topilmasa yoki ish beruvchi badalni to'lamagan bo'lsa, bu sizga ta'sir qiladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasi ogohlantirayotgan asosiy mazmun shundan iborat. Pensiya yoshiga yetib qolgandan keyin emas. Oldindan tekshiring. 3 ta muhim sanani yodda tuting. Birinchisi, pensiya yoshiga yetishdan oldingi tayyorgarlik sanasi. Ikkinchisi, pensiya tayinlash uchun ariza berish sanasi. Uchinchisi, yil yakuniga qadar staj. Daromad va qayta hisob-kitob bo'yicha hujjatlarni to'g'rilash sanasi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya yoshiga 6 oy qolganda hujjatlaringizni tekshirtirishni boshlang. Bu rasmiy ariza topshirishdan ham muhimroq bosqich. Chunki aynan shu davrda sizda xatolarni tuzatish uchun vaqt bo'ladi. Masalan, erkak kishi 2026 yil sentabr kuni 6 yoshga to'ladi. U pensiyaga chiqishi mumkin bo'lgan sana 10 sentabr. Agar u 2026 yil mart oyidan boshlab hujjatlarni tekshirtirsa, unda yarim yil vaqt bo'ladi. Mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tekshiradi. Elektron bazadagi stajini solishtiradi. Eski ish joylaridan ma'lumotnoma oladi, arxivga so'rov beradi. Agar biror korxona yopilgan bo'lsa, hujjat arxivdan topilishi uchun vaqt ketadi. Ba'zida arxiv javobi 15 kunda keladi. Ba'zida 1 oy, ba'zida undan ham ko'proq vaqt talab qilinadi. Endi boshqa holatni olaylik. Ayol kishi 2026 yil 20 may kuni 75 yoshga to'ladi. U faqat 20 maydan keyin pensiya jamg'armasiga boradi va shunda biladiki, 1992 yildan 2003 yilgacha ishlagan korxonasining ma'lumotlari bazada ko'rinmayapti. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira korxona nomi o'zgargan. Ishga qabul qilish buyrug'i raqami noto'g'ri yozilgan. Endi arxivga murojaat qilish kerak. Shu orada pensiya tayinlash kechikadi
yoki ayrim davrlar vaqtincha hisobga olinmay qolishi mumkin. Natijada odam nega pensiyam kam chiqdi deb hayron bo'ladi. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l. Pensiya yoshiga 6 oy qolganda tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Uz orqali ham xizmatlardan foydalanish mumkin bo'lsa, elektron kabinetdan foydalaning. Ish staji, ish haqi, badal to'lovlari, shaxsiy hisob raqamidagi ma'lumotlar mos keladimi? Buni ko'ring. Agar siz ishlagan tashkilotlar ko'p bo'lsa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchi guruh mehnat daftarchasida eski yozuvlari borlar. Ikkinchi guruh sobiq kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi, fermer xo'jaligi yoki yopilib ketgan zavod fabrikada ishlaganlar. Uchinchi guruh 1990-2005 yillar oralig'ida bir nechta xususiy firmada ishlaganlar. To'rtinchi guruh ish beruvchisi badallarni to'lamaganini bilmaydiganlar. Beshinchi guruh chet elda ishlab qaytganlar yoki ish faoliyatida tanaffuslari ko'p bo'lganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz oxirgi yillarda to'liq rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi muntazam hisobot topshirgan bo'lsa, elektron bazada staj va daromadlaringiz to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men har doim shuni aytaman, pensiya masalasida ishonch emas, tekshiruv muhim. Ikkinchi eng muhim sana bu pensiya huquqi paydo bo'lgan kun. Ya'ni odam belgilangan pensiya yoshiga yetgan sana yoki imtiyozli pensiya olish huquqi tug'ilgan sana. Shu kundan boshlab ariza berish masalasi juda muhim bo'ladi. Ko'pchilik bir oy oldin topshiramanmi, bir oy keyin topshiramanmi, baribir hisoblab berishadi deb o'ylaydi. Lekin amalda arizaning berilgan sanasi pensiya tayinlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Qonunchilikda ayrim hollarda pensiya huquqi paydo bo'lgan kundan boshlab tayinlanishi uchun belgilangan muddatlarda murojaat qilish talab qilinadi. Agar odam juda kech murojaat qilsa, to'lovlar ham kechroq sanadan boshlanishi ehtimoli bor. Shuning uchun men odamlarga tug'ilgan kuningizdan keyin kutib yurmang, hujjatingiz tayyor bo'lsa, darhol murojaat qiling deb maslahat beraman. Masalan, erkak kishi 2026 yil 3 yanvar kuni 60 yoshga to'ladi. U hujjatlarni oldindan tekshirtirgan, hammasi tayyor. 3 yanvardan keyin birinchi ish kunida ariza topshirsa, jarayon tez boshlanadi. Agar u hozir bayramlar, keyinroq boraman deb mart oyigacha kutsa 2 oy vaqt yo'qotadi. Bu 2 oy oddiy vaqt emas, bu pulga aylanishi mumkin bo'lgan davr. Yana bir misol. Ayol kishi 2026 yil 15 iyulda 25 yoshga to'ladi. U ishlashda davom etyapti va men hali ishlab turibman, pensiyaga keyin chiqaman deb o'ylaydi. Bu yerda nozik jihat bor. Pensiya yoshiga yetgan odam ishlashni davom ettirishi mumkin. Lekin pensiya tayinlash uchun alohida ariza berish masalasini kechiktirmaslik kerak. Ishlayotgan bo'lsa ham huquqi paydo bo'lgandan keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z vaziyatini aniqlab olgani yaxshi. Chunki ayrim odamlar faqat ishdan chiqqandan keyin pensiya rasmiylashtiriladi deb xato o'ylaydi. Uchinchi misol. Fuqaro imtiyozli staj asosida oddiy yoshdan oldin pensiyaga chiqishi mumkin. Masalan, og'ir sharoitda ishlagan, alohida to'yfadagi kasbda mehnat qilgan, ko'p bolali ona bo'lgan yoki qonunda belgilangan boshqa imtiyozga ega bo'lgan shaxs. Bunday holatda sana yanada muhim. Chunki imtiyozli pensiya uchun faqat yosh emas, maxsus staj, lavozim nomi, korxona sharoiti, buyruqlar va ma'lumotnomalar ham tekshiriladi. Bir dona noto'g'ri yozilgan lavozim nomi ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, hujjatda kasb nomi imtiyozli ro'yxatdagi nomdan boshqacha yozilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Shu sababli men ikkinchi sanani shunday belgilayman. Pensiya huquqi paydo bo'lgan kunni aniq biling va shu kundan keyin arizani cho'zmang. Tug'ilgan kuningizni, imtiyozli staj tugagan sanani, zarur ish staji to'plangan davrni oldindan hisoblab chiqing. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga borib, mening pensiya huquqim qaysi sanadan paydo bo'ladi deb yozma yoki elektron tartibda aniqlashtiring. Uchinchi muhim sana bu yil yakuni. Amaliy jihatdan esa 31 dekabrga qadar bo'lgan davr. Nega bu sana muhim? Chunki ish haqi, sug'urta badallari, staj hisobotlar, qayta hisob kitob va ayrim elektron ma'lumotlar yil kesimida jamlanadi. Agar siz 2026 yil davomida ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz uchun to'lovlar va hisobotlarni to'g'ri topshirganmi? Bu juda muhim. Yil oxirida xatolarni ko'rish va tuzatishni talab qilish keyingi yilga qaraganda osonroq bo'ladi.
Masalan, bir fuqaro 2026 yil davomida rasmiy ishladi, lekin ish beruvchi uning ish haqini hujjatda minimal miqdorda ko'rsatdi. Qolganini qo'lga berdi. Odam bugun ko'proq pul olayotgandek tuyuladi. Lekin kelajakda pensiya hisoblanganda faqat rasmiy ko'rsatilgan daromad va to'langan badallar ahamiyatga ega bo'ladi. Agar rasmiy maosh past bo'lsa, pensiya ham pastroq chiqishi mumkin. Men bunday holatlarni ko'p ko'raman. Odam 10 yil ishlab, men oyga 5 million so'm olardim deydi. Lekin hujjatda 10 million yoki 20 million ko'rsatilgan bo'ladi. Pensiya tizimi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Yana bir misol. O'qituvchi ayol bir maktabda 20 yil ishlagan, keyin boshqa maktabga o'tgan. Elektron bazada 1 yil noto'g'ri ko'rsatilgan, chunki ishga qabul qilish buyrug'i va bo'shatish buyrug'i orasida texnik xato bo'lgan. Agar u buni pensiyaga chiqishdan oldin ko'rsa, maktab buxgalteriyasi, kadrlar bo'limi va tuman xalq ta'limi arxivi orqali tuzatish mumkin. Lekin pensiya rasmiylashtirish paytida aniqlansa jarayon cho'ziladi. Yil yakunidagi yana bir muhim jihat qayta hisob-kitob masalasi. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim hollarda uning pensiyasiga ta'sir qiladigan ma'lumotlar yangilanadi. Ish haqi qo'shimcha staj, badallar va qonunchilikdagi indeksatsiya yoki qayta hisoblash tartiblari bo'yicha yangiliklar bo'lishi mumkin. Men pensionerlarga ham har yili kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Menga pul tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylash xato. Ba'zan odamga kam hisoblanayotgan bo'lishi, lekin u yillar davomida sezmasligi mumkin. Kimlar 31 dekabrgacha albatta harakat qilishi kerak. Rasmiy ishga yangi kirganlar, ish beruvchisini almashtirganlar, yil davomida tug'ruq ta'tilida bo'lganlar, harbiy xizmat yoki o'qish davrini stajga qo'shmoqchi bo'lganlar, chet eldan qaytib ishga joylashganlar. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilgan shaxslar va norasmiy ishlayotganlar. Ayniqsa o'zini o'zi band qilganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ro'yxatdan o'tishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Tegishli to'lovlar, davrlar va hisob ma'lumotlari to'g'ri aks etganini tekshirish zarur. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi tuzoq, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik ravishda stajga kiradi degan fikr. Yo'q, har bir yozuv tekshirilishi mumkin. Agar yozuvda sana noto'g'ri bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqam bo'lmasa, korxona nomi tushunarsiz bo'lsa yoki imzo vakolatli shaxsga tegishli ekani aniqlanmasa, qo'shimcha hujjat so'raladi. Ikkinchi tuzoq, norasmiy ish. Odam 11 yil ustada, savdoda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy shartnoma bo'lmasa, badal to'lanmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga kiritish juda qiyin bo'ladi. Mahalla biladi, qo'shnilar guvoh degan gap har doim yetarli bo'lavermaydi. Pensiya masalasida asosiy dalil hujjatdir. Shuning uchun hozirdan rasmiy ishlashni talab qiling. Mehnat shartnomangiz bo'lsin. Ish haqingiz hujjatda to'liq ko'rsatilsin. Uchinchi tuzoq, korxona yopilib ketgan bo'lsa ham hujjatlar albatta topiladi degan ishonch. Ayrim hollarda hujjatlar arxivga topshirilgan bo'ladi. Ayrim hollarda esa tartibsiz saqlangan bo'lishi mumkin. Korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'lsa, qidiruv murakkablashadi. Shuning uchun eski ish joylari bo'yicha ma'lumotnomalarni imkon qadar oldinroq yig'ing. Hozir topish mumkin bo'lgan hujjat 2 yildan keyin yanada qiyin topilishi mumkin. 4-tuzoq, ayollarda bola parvarishi davri, tug'ruq ta'tili, ishga qaytish sanalari bo'yicha xatolar. Ko'p ayollar bir necha marta farzandli bo'lgan, ta'tilda bo'lgan, keyin ishga qaytgan. Bu davrlar qanday hisoblanishi qonunchilikdagi aniq tartiblarga bog'liq. Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, ta'til buyruqlari, ishga qaytish hujjatlari, ish joyidan ma'lumotnomalarini saqlash kerak. Bola tug'ilgan, demak hammasi hisoblanadi deb o'ylamang. Hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. 5-tuzoq, familiya o'zgargan holatlar. Ayol turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, keyin ajrashgan yoki qayta turmush qurgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Bu oddiy ko'rinadi, lekin pensiya rasmiylashtirishda aynan shu hujjat yetishmagani uchun ish cho'zilgan holatlar ko'p. 6-tuzoq, chet elda ishlagan davr. Agar fuqaro Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsa, u davrning pensiya tizimida qanday hisobga olinishi xalqaro shartnomalar, to'lovlar va hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Chet elda ishlab kelgan odam, men 8 yil ishladim.
deyishi mumkin. Lekin ish rasmiy bo'lmagan bo'lsa yoki tegishli hujjatlar bo'lmasa, bu davrni tasdiqlash qiyinlashadi. Shuning uchun chet elda ishlaganlar mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlarni saqlash kerak. 7-chi nozik jihat nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va yoshga doir pensiya tartiblari bir xil emas. Har birida hujjatlar, muddatlar, tibbiy xulosalar, oila tarkibi va daromadga oid talablar farq qilishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila bolalar uchun to'lov rasmiylashtirayotgan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Talaba 12 yoshdan oshgan bo'lsa, o'qiyotgani haqidagi ma'lumot o'z vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, stir, JSashir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari bo'lsa, barchasini bir joyga yig'ing. Hujjatlarni shunchaki uyda saqlamang, nusxa oling, skaner qiling yoki telefonda sifatli suratga olib qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Siz mening ish stajim bazada qanday ko'rinmoqda? Qaysi davrlar hisobga olingan? Qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak? Pensiya huquqim qaysi sanadan paydo bo'ladi? Degan savollarni berishingiz kerak. Bu savollarni og'zaki emas, imkon qadar yozma yoki elektron shaklda so'rash foydali. Chunki javob keyinchalik sizga asos bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, ish beruvchingiz bilan tekshiring. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, buxgalteriya yoki kadrlar bo'limidan rasmiy ish haqingiz ishga qabul qilingan sanangiz. Lavozimingiz, badallar va hisobotlar to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Agar sizga hammasi joyida deyish esa, hujjat yoki ma'lumotnoma bilan tasdiqlatishdan uyalmang. Pensiya sizning kelajakdagi daromadingiz. Shuning uchun bu masalada talabchan bo'lish normal holat. 4-qadam, eski ish joylari bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, tegishli vazirlik yoki tashkilot arxiviga so'rov beriladi. So'rovda ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan davringiz, korxona nomi, lavozimingiz, iloji bo'lsa buyruq raqamlari ko'rsatiladi. Men falon yillarda ishlaganman, tasdiqlab bering degan umumiy so'rov ba'zan yetarli bo'lmaydi. Ma'lumot qancha aniq bo'lsa, hujjat topilish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 5-qadam, ariza berish sanasini oldindan rejalashtiring. Pensiya yoshiga yetadigan kuningizni kalendarga yozib qo'ying. Undan 6 oy oldin tekshiruvni boshlang. 1 oy oldin hujjatlarni yakuniy solishtiring. Huquq paydo bo'lgan kundan keyin arizani kechiktirmang. Agar sog'ligingiz, safar yoki boshqa sabab bilan o'zingiz bora olmasangiz, ishonchnoma orqali vakil masalasini oldindan hal qiling. 6-qadam, xatoni ko'rsangiz darhol yozma murojaat qiling. Keyin tuzatib berishadi deb kutmang. Xato familiyada bo'lishi mumkin. Ishga kirgan sanada bo'lishi mumkin. Lavozim nomida bo'lishi mumkin. Ish haqi miqdorida bo'lishi mumkin. Har bir xato pensiya hisobiga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Murojaatda xatoni aniq yozing. Qaysi davr, qaysi tashkilot, qaysi hujjat qanday tuzatish kerak? Ilovaga tasdiqlovchi hujjat nusxalarini qo'shing. 7-qadam, norasmiy ishda yurgan bo'lsangiz, hozirdan vaziyatni o'zgartiring. Men buni juda ochiq aytaman. Bugungi konvertda maosh, ertangi kompensiya bo'lishi mumkin. Ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qiling. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, to'lovlaringizni tekshiring. O'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish, faoliyat turi va to'lovlar masalasini aniqlashtiring. Bu mayda ish emas, bu kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz. 8-qadam, oilada katta yoshdagilarga yordam bering. Ko'p ota-onalar elektron portal, SMS xabarnoma, shaxsiy kabinet, JSashir kabi narsalarni tushunmasligi mumkin. Ular bo'lam buni bilmayman deb hujjatni chetga surib qo'yadi. Siz ularga yordam bering. ID kartasini olib ma'lumotlarni tekshirtiring. Mehnat daftarchasini varaqlab chiqing. Qaysi joyda ishlaganini birga yozib oling. Bu ish bir kun vaqt olishi mumkin, lekin keyin oyma-oy pensiya miqdorida farq qilishi mumkin. Xulosa qilib aytsam, 2026 yilda pensiya masalasida eng muhim narsa bu oldindan tayyorgarlik.
uchta sanani eslab qo'ling. Pensiya yo'lishga 6 oy qolganda hujjatlarni tekshirtirishni boshlang. Pensiya huquqi paydo bo'lgan kundan keyin arizani kechiktirmang. Yil yakunigacha, ayniqsa 31 dekabrgacha staj, ish haqi va badallar bo'yicha ma'lumotlarni to'g'rilab oling. Men ekspert sifatida sizga shuni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Har bir yil, har bir oy, ba'zan har bir hujjat sizning pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Hujjatlaringizni tekshiring, eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotlarni yig'ing, elektron bazadagi xatolarni tuzating va arizani vaqtida topshiring. Sizning oilangizda pensiyaga chiqadigan odam bormi? Hujjatlarda muammo bo'lganmi? Pensiya hisobida adolatsizlik yoki tushunarsiz holatga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Bu mavzu ko'pchilikka tegishli. Shuning uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Bugun ko'rilgan choralar ertaga aniq pul va xotirjamlik bo'lib qaytadi.